2 soatdan so'ng. Menimcha yangiliklarda aldashgandi. Ha, shunaqa bo'lsa yaxshi. Voy, la'nati. Menimcha boshlaydi hoziroq aslaqalarni kiyib, menimcha tushdi bomba. Hozircha dirikmas bu yaxshi yangilik. Qiziq, tashqarida nima bo'lyapti ekan? Ana portladi. Siqilib ketdim men bu yerlarda qachon chiqib ko'ramiz ko'chani? Sen muhimi mana bu dorini o'zingga urishni unutma. O'lib ketasan bo'lmasam. Hattoki bu yerning ichida ham dorisiz yashab bo'lmayapti. Wow, bu nima? Oradan bir oy o'tdi, lekin ahvol shunday. Yangiliklarda tozalovchilar keladi deyishganda yaqin orada kelib qolib hammasini tozalashar. Ha, mayli bu yerda yana chidab turamiz. Ha, to'g'ri. Aytgancha, nega haligacha hech kim obuna bo'lmadi? To'g'ri do'stlar, kanalga albatta obuna bo'lib qo'ying. Biz esa o'zimizning jonajon bunkerimizga ketdik.